alaykum. Biz kuzatib bo'layotganlar Andijonga servis ishbozlari charchamayapsizlarmi? Kelayotgan Qurbon hayiti amallariga boraylik desa. Sizlarga bir yangilik bilan chiqyapman. Xudo xolasa alhamdulillah o'zim mashinamga 2 yildirki trekerimga propan qo'yib reklama qildik. Allohga shukr. Sizlarda ozgina bo'lsa ham foydamiz tegib qolgandan xursandmiz. Alhamdulillah. Hozir mana metan qo'ydim. Metan qo'yganimdan keyingi rasxod 2 dan 30 talik qo'ydim. 5 bir rasxod qilyapti motorim. Benzinga ham, nimaga ham, gazga ham. Alhamdulillah, Allohga shukr. Kimga shunaqangi krashipkali ustanovka kerak bo'lsa, trekker va 12'larga ham, boshqa mashinalarga ham. To'g'risi asosan o'zi trekker va 12 qo'yib yo'q ketdik. 2022-yildan beri qo'yishni boshlaganimiz uchun kelsanglar, mashinani minib ko'rasizlar. Yurishlari sizlarga yoqsa, bemalol qo'ydirsanglar bo'ladi. Tajriba qo'ygan uchun olganmiz, alhamdulillah. Millatlarda ishonchli bo'lishligi uchun O'zbekistonda hech kim qilmagan ish qilganmiz. Bemalol kelib, telefon bilan qoldiraman, bemalol kelib minib qanaqa qo'yiladi, qanaqa zapchast qo'yiladi, ko'rib qoldirsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.